qattiq suhbatning muhimligi. Qattiq suhbat deganda duch kelgan masalani qarshi taraf kim bo'lishidan qat'iy nazar nihoyatda cho'nqur, astoydil, inchga barliq ehtimolliq bo'lgan taraflarni o'ylab turib, munozirlashish, suhbatlashish. Bu intayin muhim. Bu mayli yaxshi ko'rgan odamlar orasida bo'lsin, mayli korxonalar aro shiriklar orasida bo'lsin, yoki idoradagi ishchi xizmatchilar orasida bo'lsin, yollanuvchi yoki yollag'uvchi orasidagi munosabat bo'lsin, va yoki raqobatchilar orasida bo'lsin, bu intayin muhim. Haqiqiy, astoydil, cho'nqur, qattiq suhbat kishilarni yiroqlashtirmaydi, balki orasidagi masalalarni nihoyat yaxshi astoydil o'ylashgandan keyin o'zaro hamkorlikni va tushunishni ilgari surdi, aksicha munosabatni ham cho'nqurlashtirdi. Bo'libmi, ayollar o'rtasida, do'stlar orasida, oila a'zolari orasidagi munosabatni ham cho'nqurlashtirdi. Biz ziddiyatdan qochish emas, masalani o'zini qochirish emas, boshqalarning ko'nglini avaylab cho'nqurlashishdan saqlanish uchun emas, balki cho'nqurlashganda masalani astoydil hal qilish uchun bor kuch bilan uringanda ziddiyatlar nihoyat siliq. Masala hech bo'lmasa, masala bizga intayin cho'nqur aydin bo'ldi. Masala aydinlashmay turib, hal qilish chorasini topib bo'lmaydi. Barliq masalalarni hal qilishning eng yaxshi chorasi nima desa, suhbat. Uyg'urlar orasida bo'lib muhojiratda kishilar orasidagi suhbat intayin muhim. Suhbatlashgandalar masalani hal qilib bo'ldi. Masalani boy qilib bo'ldi. Munosabatni cho'nqurlashtirib bo'ldi.